Sizlar uchun arzon kvartira topib qo'ydim. Adresimiz Sagzanada bo'lyapti. 3 xonali kvartira, 87 kvadrat. Boshlanish narxini 55 ming deyaptilar. Ya'ni sizlar uchun arzon qilib beramiz. O'zingizlar kalkulyatorga uringlar, kvadrati necha puldan tushyapti. Mana bu yer bo'lyapti sanuzel razdelniy. Eshikdan kirish qismi garderobni qilingan, svetlar polnosiy yevromontaj qilingan. Kattagina hol qismi to'g'rida hojatxona ko'rishingiz mumkin. Planirovkasini tushuntiraman. Oshxona, детский spalniy, gостевой, mehmonxona. Bu yer bo'ladi kattalar spalnisi. Shu yerdan boshlaymiz. 2 kishilik mehkon mebel qo'yilgan, garderobni shkofchalar, turma zona, teraza bir tarafga qarayapti, pardalar urilgan, hamma sharoitlari bor. Bu yer bo'lyapti mehmonxona qismi, ikkita deraza tushgan, ko'rishingiz mumkin, mehkon mebel qo'yilgan, katta televizor, konditsioner, hamma sharoiti bor. Mana bu yer детский spalniy, ikkita mehkon mebel qo'yilgan bolajonlar uchun. Derazalar tashqari tomonga qaralgan. Bu yer bo'lyapti oshxona. Oshxonaga hamma bir texnikalar bor. Xolodilnik, bu yerga 4 kishilik stol, stul. Uyimizni hamma jihozlar bor. Tayyor zaходи, juda ham arzon narxda, byudjetniy variant. Kimga qiziq bo'lsa agar 3 xonali kvartira полноценный без глухой 84 metr kvadrat boshlanish narxi 55 ming deyaptilar. Ya'ni sizlar uchun arzon qilib beramiz. Narxiga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Salomat bo'linglar yosh realtorlar.